bir daraxt bor ekan. Bu daraxtga odamlar cho'qinar ekan. Borib sig'inar ekan. Lata bog'lashib, menga bir farzand bersangiz deyishar ekan. Yo qizil lata bog'lab, menga bir boylik omad bering derkan. Yo lata bog'lab, o'g'limga xotin topolmay yuribman, shu bir baxtini bersa deb daraxtga har balolarni bog'lab daraxtdan so'rashar ekan. Bu yo'llarimizda, dalalarga yo'llarda tushganimizda shunaqa daraxtlarni ko'rganmiz. Ko'zimiz tushadi ham, latalar osib qo'ygan daraxtlarni. Ayniqsa bir mozor bo'lsa, palonchi otani mozorini oldidagi daraxtga shunaqa narsalar osiladi. Bu o'zidan butga sig'inish, daraxtdan bitta endi but bo'ladi, o'shanga sig'inish, daraxtga ibodat qilish bo'ladi. Bir obid odam bunga chidolmabdi-da, boltani olib shu daraxtni debdi kesib yuboraman. Odamlar namoz o'qimaydi. Roza tutmaydi, daraxtga borib sig'inadi. Daraxtga borib lata bog'laydi, dardini aytadi. Buni ibodat qilish kerak, namoz o'qish kerak. Buni endi tushunmasdan dindan chiqib ketayotganini o'zi bilmaydi. Boltani olib haliga obid daraxtni chopaman deb ketyapsa, bu daraxtga sig'intirayotgan kim? Shayton. Shaytonning ham uncha-muncha ilmi bordi. Mashinasi buzilib qolgan bo'lsa, daraxtga bunda lata bog'lasa, birdan mashina o'zidan tuzalib qolsa, ana. Men shu daraxtga latani bog'ladim, o'zidan o'zi tuzalib qoldi mashinam deydi-da, uni latani ko'proq bog'lab yuradi. Yo bir ish bo'lsa, o'shani to'g'irlab qo'yapti, shaytonda ham ilm bor-da. O'zidan daraxtga sig'inib qoladi. Haftada bir borib turadigan bo'ladi. Bir ikkita ishini to'g'irlab qo'yadi shayton ilmi bilan. Endi shuni kesaman deb borsa, shayton bir odam suratida chiqdi-da, birodar, maqasan kesmagin, sendan iltimos. Odamlar daraxtga sig'inib iymonidan ajralib butparast bo'lib ketyapti. Men sindiraman, Alloh uchun sindiraman desa ham yalindi. Menga qara dedi, qambag'alsan dedi. Har kuni ertalab shunday yostig'ingni ko'tarsang, 2 ta tilla dirham olaverasan. Qayerdan seni qo'lingdan keladi? Xo'p, dur, men eplasam bo'ldimi? Sen shunday o'yganganingda yostig'ingni ko'tarasan, 2 ta dirham tanga turadi. Shu daraxtni kesmagin. Haligi 2 ta dirhamga bechara obid aldanib qopti. Sahar tursam, yostig'imni bundoq ko'tarsam, 2 ta tilla tanga tursa, bo'pti, sig'inavermaydim, menga nima? Debdi-da, ketibdi orqasiga qaytib. Uxlab ertalamında yastig'ini ko'tarsa, 2 ta tilla tanga turibdi. Xursand yonga urgan. Ertasiga yana uyg'onib qarasa,